Yurtimizda inson qadri, uning taqdiri va kelajagi har qachongidanda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, adashib jinoyat yo'liga kirib qolgan fuqarolarni jamiyatga qayta moslashtirish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish masalasi davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu maqsadda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ikkinchi imkoniyat loyihasi hayotga tatbiq etilmoqda. Mazkur loyiha doirasida Jizzax viloyatida mahkum yoshlar bilan Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zolari, xalq deputatlari, Jizzax viloyat kengashi deputatlari hamda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi vakillari hamkorligida ochiq muloqot o'tkazildi. Bilib-bilmay jinoyatga qo'l urgan kishi albatta qonun oldida javob beradi. Biroq insoniylik tamoyillari asosida ularni to'g'ri yo'lga qaytarish, hayotga yangicha nigoh bilan qarashga undash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Payshanba yoshlar kunida tashkil etilgan suhbatda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, xususan ikkinchi imkoniyat loyihasining mazmun-mohiyati haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Unda jazoni ijro etish davrida kasb-hunar o'rganish, kelgusida esa bepul kasbga yo'naltirish tizimiga jalb etish masalalari alohida ta'kidlandi. Uchrashuv davomida mahkumlarning fikr va mulohazalari ham tinglandi. Ular tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslar yuzasidan o'zaro fikr almashilindi. Shundan so'ng ishtirokchilar mahkumlar uchun yaratilgan mehnat sharoitlari bilan yaqindan tanishishdi. Xususan tikuvchilik sexida olib borilayotgan ishlar, ishlab chiqarish jarayoni hamda mahkumlarning bandligini ta'minlash borasidagi amaliy ishlar ko'zdan kechirildi. Shu joyga kelganimga 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3 oy mobaynida ko'plab kasblarni egalladim, ularni o'rgandim, rag'batlantirildim, tadbirlarda ishtirok etdim. Juda ham hayotda o'zimga e'tibor bermagan narsalarimga, haq-huquqlarimni bilmagan narsalarimni bildim, o'rgandim. Yo'nalishim bo'yicha o'zim IT sohasida o'qiyman. Birinchi kurs talabasiman. Front-end yo'nalishi, ichki sistemada. Hali tugallamagan, oliy tugatmaganman. Kitob o'qiyman ko'p. O'zim she'riyat yo'nalishiga qiziqaman. Viloyat bosqichlarida Zulfiya xonim ko'rik tanlovlarida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olganman. E'tiborga molik jihatlardan yana biri muassasada xorijiy tillarni o'qitish tizimi yo'lga qo'yilganidir. Xususan ingliz tili mashg'ulotlari mahkumlar orasida til bilish sertifikatiga ega bo'lganlar tomonidan olib borilmoqda. Bu esa ularning nafaqat bilim olishiga, balki kelgusida jamiyatga moslashib ketishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bularda jamiyatga qo'shilib ketish imkoniyati ruhan kuchayotganligi, o'zlarining faoliyatlarini, ya'ni bu yerda olib borayotgan faoliyatlarida uchrayotgan kamchiliklar, uchrayotgan taklif va tavsiyalarni olib, qonunchilikka kiritish va ularning kelgusi butun respublikadagi jazoni ijro etuvchi joylarda foydasi tegadigan taklif va tavsiyalarni olib, ularga o'zimizda qonunchilikda bo'layotgan yangiliklar, jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risida batafsil tushuntirishlar berdik. Ikkinchi imkoniyat loyihasi bu shunchaki tashabbus emas, balki inson taqdiriga befarq bo'lmagan jamiyatning amaliy ifodasidir. Zero har bir inson xato qilishi mumkin, ammo unga to'g'ri yo'l ko'rsatish, ishonch bildirish va yangi hayot bag'ishlashga ko'maklashish eng oliy insoniy fazilatdir.